mana bu degan narsani o'chirib qo'yasizda, tanangizni ham yugurib yurasizda. Keyin yig'iningiz o'tdi deylik. Keyin sekin spokойно o'tirganda, "Voy, men qatimni uribman" deysiz, ko'karganini ko'rasiz, bilasizmi? Ko'p bo'ladi. "Voy, men qattiq kesibman" deysiz, eslab o'tirasiz. Enuringizda ham xuddi mana shunaqa bo'ladi. Qanaqa? Ha, qanaqa bo'ladi? Bola tanani o'chirib qo'yadi. Chunki ayoqdan bosim, agressiya yoki qanaqadir ona tarafidan yo ota tarafidan yoki zo'ravonlik er-xotinlar orasida ko'ryapti-da. Mana shu narsa uni tanasiga, psixikasiga og'irlik qilgani uchun tanani o'chiradi. Tanani his qilishi o'chgandan keyin nima bo'ladi? U siyishini his qila olmaydi. Kechasi uxlaganda, raslavitsa qilganda tana bo'shashadi-ku, shunda siyib qo'yib yuboradi. Bitta psixologik prichinasi mana shu. Mana buni tushunishimiz uchun o'sha o'z-o'zi anaqa напряженный bo'lganimizni urib olsak ham shoshib ketaveramiz, og'riqqa anaqa qilmaymiz.